Assalomu alaykum hammaga. Urganch shahrining markazidan uy qarab yurganlar uchun, kvartira qarab yurganlar uchun yaxshi bir kvartiramiz chiqdi. 3 komnatli 3-etajında. Bir de Aristonu hamma narsasi shu yerda joylashgan ekan. Kladovka sifatida foydalanib turibdilar bu yerini. Bir spalnimiz var. Şu görüp turgan mebel cihazlarınız hammasi qoladi. Ben детский spalnya foydalansangiz ham bo'ladi. Bunda взрослый spalnyamiz. Kattalar spalnyasi. Remontlar ham akkuratni görüp turganlaringizni. Bu kan avoy qistirib bersangiz bo'ladi o'zlaringizni ko'zingizga qarab. Shu görüp turgan mebellaringiz hammasi qoladi. Televizor bilan boshqa narsami yumshoq mebelni. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzilim dim zo'r yerda joylashgan. Adresimiz Vinzavod, yana Vinzavodning charraqasi. Vinzavod charraqasi bundan oblastni больницаga ketsa bo'ladi. Shu yerdan shunday tik kelsangiz, yana vokzal tarafiga ketadigan yo'ldan shu yerda binoda. Urganchni eng markazida joylashgan. Bu yerimiz kattalarning spalnyasi. Sanuzel ham katta. Shikil mashin shu yerda qoladi. Sanuzel to'qli pol qilingan. Kapellar ham chetdan olib kelingan ekan. O'zimizda O'zbekistonda chiqib turgan kapellar emas ekan. Dik bilan hamma narsasi o'tilingan. Endi zalimizni ko'rsatib o'taman. Zalimiz dim katta. Bemalol 20-30 odam sig'adi. Tashkilladi. Kvadrati 90 kvadrat. Zaldan bir yandan kuxniya aylanib o'tib ketsa bo'ladi. Euro stilda o'tilingan ekan. Balkonni qo'shib berganlar. Shu yer kafel bo'lgan yer ham to'qli pol bo'lgan. Bu yerda sanuzel и kuxniyaning shu kafel bo'lgan yeri to'qli pol bo'lgan. Обычный рабочий zonasi. Постоянно oyoqda yuradigan shu bo'lashadigan yerlar shu. Mana kuxniyasi ham ajoyib. Mebellari, stenkalar ham yaxshi xilsinmayli. Uni ko'p ishlatilmagan, o'zlari Toshkentda yuradi ekan постоянно. Belni sotib Toshkentdan endi yaxshiroq joy qarab turibdilar. Shu uchun belni sotacaklar. O'tirganlaringizning balkon ham katta bo'lgan ekan. Buni qo'shib berib turib, ularga aynalarni qo'yib, aynalarni obishni emas, yaxshi aynalardan qo'yganlar. Sifatli aynalardan. Davlatning o'zi qurib bergan aynalarni olib tashlab, yaxshi aynalarga o'zgartirganlar. Plana keladigan bo'lsak, pulini 56 deb turibdilar. 56 ming go'k. Kelishadigan yeri bor. Kvadrati 90 kvadrat. Kat yo'li do'kontirni hali toza kat yo'l qo'yilgan. Hali hech qanday ishlamagan. O'zi bu uyda uni ko'p yasholmagan ekan. Ko'pincha o'zlari egalari Toshkentda bo'ladi ekan. Gaz plitalarni ham keltirgan bo'lsa, yaxshilaridan qo'yilgan. O'zlari uchun o'zlarimiz yashaymiz deb remont etib taxlangan ekan. Manzilni tushuntirib o'tdim. Manzil Vinzavodning charraqasini yanında. Aeroport yo'li bilan vokzalni yo'lida Al-Xorazmiy ko'cha. Al-Xorazmiy ko'chaga qaragan oynalari. Hammaga katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Unchaga olgan bo'laringiz shu joyni. Bo'lmasa hammangizga katta rahmat.